Mashinangizda tormoz yaxshi ishlamasligini ikkita arzimagan, lekin asosiy sababi birinchisi mana bu. Birinchi sababi shu. Mana qaranglar. Motorning shuncha joyi tekis bo'lyapti. Mana shuncha joyi chuqur. Orqaga qiyshayib ketgandi. Mana shuni tekizlash kerak. Tormoz ushlamasligining ikkinchi sababi mana kalotga tekis bo'lib qatib qo'ygan. Toshga ishqasa ham mana ketmayapti. Ana narsaga yopishmaydi, aylanib ketaveradi, tormoz slabi bo'lib qoladi. Mana shu kalotkani sifatlisidan qo'yish kerak, buni tozalab, chaqlatib yurish kerak. Shunda ham ketmayapti.